Mana hozir ko'rib turishingiz mumkin. Biz Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzalidamiz. Bizning xalqaro yo'nalishlarimiz bo'yicha Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Moskva yo'nalishiga, Moskva-Toshkent yo'nalishimiz ham bor. Hozir esa ayni damda ichki sharoitlarni tanishtirib chiqaman. Ya'ni avtovokzalni ichida bilet narxlari haqida qisqacha ma'lumot olamiz. Qani ketdik. Mana ko'rib turganingizdek, avtovokzalning ichiga kiraverishda yo'lovchilarimizning har bitta yo'lovchimizning sumkalari tekshiruv jarayonidan o'tkaziladi. Endi esa biletlarni xarid qilish jarayonini tushuntirib o'taman. Bizning ikkinchi etajda, qavatda ofisimiz joylashgan. Bemalol kelib ikkinchi etajdan yoki qarshingizda turgan 9 hamda 10-kassalardan biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Har bitta yo'lovchimiz uchun 50 hamda 60 kilogrammgacha bo'lgan yuklarni o'zlari bilan birga olib ketishlari mumkin. Bizning yo'nalishimiz bo'yicha haftaning har seshanba hamda juma kunlari soat 18:00 da amalga oshiriladi. Bizni kuzatishda davom eting. Yangiliklarimiz hali oldida. Ekranda qoldirilgan ishonch telefon raqamlariga bog'lanib, joyingizni biroq qo'ying.